Assalomu alaykum hammaga. Mm, Instagram fishkalari sizlar bilan bugun Instagram nastroyka qilishni ko'rib chiqamiz. Instagram hech kim sizga aytmaydigan nastroykalarni ko'rsatib o'taman. O'zim yangi akkaunt kirib ko'rishinglar mumkin. Ishonmasanglar, birinchi qo'ygan videoyimni ham qachon qo'yilgan polni. Hali 24 soat bo'ldi. Aktiv вообще bomba mana. 40 ga 10 ga har xilcha 200 ta ko'rganim ham bor, asta ko'tarilyapti ular. Tepadagilar hozir qo'ydim mana 3000 ta 180. Instagramni nastroykasi sira. Instagram ko'rsatib beraman. Bu Bekmurod Instagramnikim. Kirib ko'rishinglar mumkin. Ishonmaganlar, qachon ochilgan, qanday reykda yuribdi. Bu judayam oson. Nastroykaga kiramiz. Asosan bir nimani unutmaylik. Asosan kirganda professionalniy akkaunt bo'lishi kerak bizning akkauntimiz. Professionalniy. Bu yerga iloji boricha video ijodkor qilish kerak yoki muharrir. Shularni raqamli ijodkor bilan video ijodkor. Shu ikkalasidan birontasini tanlashimiz kerak. Profilimizda ko'rinadi. Nastroykaga ahamiyat berib boringlar. Nastroyka qilishda keyin yozib yurmanglar bunaqa emas ekan deb. Yaxshilab e'tibor beringlar. Bu yog'ini juda yaxshi bilsalaring kerak o'zlaring ham. Professional akkaunt qilishni bilmaganlar uchun yaxshilab ko'rsatib o'tib ketyapman. Bilmaganlar ham bor oramizda. Instagramni qilishdi. Profil berga nik yoz deyapti. Nikimizni yozishimiz kerak bu yerda. Bio bor, bioga qo'yishimiz kerak. Rasm qo'yishimiz kerak. Mayli. Rasm qo'yib xuddi shunaqa qilinadi. Discard. Qolgani galchkaniki, mana instruct yourself, learn about horse and work. Bular o'zi keyinchalik to'g'rilanib ketadi video qo'yaverganda. Professional akkaunt qilib olishimiz kerak. Endi hozir professional akkaunt bo'ladi, shularni to'g'rilasak, keyin bu yoqqa o'tamiz. Instagramni unutmanglar. Eng samый главный joyi. Kirganda birinchi bo'lib qiladigan ishimiz kiramiz. Xizmatlar ko'rlang menimcha. Ma'lumotlar va ruxsatlarga kiramiz. Qidiruv tarixidan hamma qidiruv so'rovlarini tozalash. Bunda hamma vaqt esda tutinglar, yaxshilab e'tibor beringlar. Ayni kerakli nastroykalar bular. Kirganda sizlarga hech kim bunaqa nastroykani ko'rsatmaydi. To'g'risini aytsam, hamma nastroykasini ko'rsatgisi kelmaydi, yashiradi mana. Xuddi shunaqa qilib qo'ysalaring bo'ladi. Yoqib qo'yamiz buni ham. Bu offda turibdi. Hammaniki offda turadi, unda qo'yib qo'yamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. Xuddi meniki bilan bir xil bo'lishi kerak nastroykalaring. Ko'rsatganimdek content mana shu narsa eng e'tibor beradigan joyi, mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Content preference ko'ryapsizlar. Bunga kiramiz. Bu yerda sensitive content turibdi. Sensitive content. Yaxshilab e'tibor beringlar. Ustiga bosamiz. Bu yerda aytyapti. Men to'g'rilab qo'ygandim. Hammaniki standartda turadi. Mana shunday turadi hammaniki standartda. Bu yerda aytyapti, seni akkaunting qanchalik zararli odamlarga deyapti. Zarari qanchalik deyapti akkaunting deyapti. Zarari juda kam. More ko'p degani standart o'rtacha, yaxshi bilsangiz kerak. Less juda kam. Aynan eng kerakli asosan mana shu nastroyka bo'ladi. Ko'tarishlaringda. Keyin bu yoqda buni qo'yib ko'rib turibsizlar. Buni ham yoqib qo'yamiz. Keyin e'tibor beringlar. Buni
ham polni yoqamiz. E'tibor berishlaring kerak bo'lgan narsa mana. Короче, shunda hamma tilni tanlab chiqasizlar. Men hali video qo'ymaganman. E'tibor beringlar. Shu nastroykalar bo'ladi. Asosan video qo'yganda nima qilish kerak mana. Video qo'yyapsizlar. 38 ta video qo'yganman. Video qo'ysalaring har bittasini orasi 2 soatdan bo'lishi kerak kamida. Keyin video o'g'irlab qo'ymanglar. Birovlarning kontentini qo'ysalaring blok bo'ladi. Kinolardan parcha unda ham ehtiyot bo'linglar, blok bo'ladi. Dilimail akkaunti blok bo'lgan bilasizlar. Ham ochib oldi. Nimadan blok bo'lyapti? Instagram shuning uchun faqat o'zlaring kontentlaringni qilinglar. Iloji boricha o'zlaring kontentni ishlashga harakat qilinglar. Agar kim boshqa birovning kontentini o'g'irlagan taqdirlaringda ham asosan kontentni qandaydir o'zgartirish kiritishni unutmanglar. Xuddi mana ko'p o'zgartirish kiritganman, o'zim yasaganman. Voy bilay. Mana misol uchun o'zlaring kontent qilishga harakat qilinglar. Umuman boshqalarning kontentiga o'zgarish kiritinglar nima bo'lsa ham. Albatta rekka chiqadi. Mana Xudo xohlasa 1 oyda natijasini ko'rasizlar. Nikni unutmanglar. Bioga qo'yib qo'yadi. Asosan ko'pincha rekka olib chiqadigan sxema shu bo'lyapti hozir. Profilga obuna bo'lib qo'ysanglar, har kuni bundan buyog'iga Instagramda kerakli bo'ladigan narsalarni qo'yib boraman. E'tiborli bo'linglar.